Recording. So, salom bolalar. Bu Mountain Blade o'yini haqidagi ikkinchi videomiz. Sizlar bilan ekranga. So, bu o'yinda nima qilamiz? O'tgan o'yinda qisqacha tanishdik. Qayerda tug'ilganimiz, mana bu bratga ism tanladik. İsmi Yorqinboy bo'ldi. Короче, qaysidir ismda. Yana nimalar qildik? Bitta kod tekshirib olamiz. Desktop capture deb yozyapman. Chunki Windows yozganda boshqa narsalar chiqib ketyapti. Короче, bo'lmadi bu narsa. Shuning uchun hamma narsa ko'rinadigan bo'lib qoldi. Ishlar siqmaydi. Keyingi videolarda to'g'rilab olaman. Xo'p. Biz nima qilmoqchimiz? Bizda hozircha 44 ta odam. 44 ta odam. Da, turishda ekan. Va ikkita kompaniya bor. Bizda ikkita yo'l bor. Mana bunaqa anavlarni olamiz. Kamukak. Mana bunday qilamiz. Leave. Partiyalarga qaraymiz. Mana bular kerak emas. Kuchsiz bo'lar ishlashim. Bular ham kerak emas. Ayyo, bu o'zimizga kelgan uzr. Mana Emperor Present nima kerak bular bizga? Bizga ana kuchli jangchilar kerak-da. Tushunyapsizlarmi? Mana keldik, rekrut qildik. Mana yerda ko'ryapsizlar, 20 so'mdan ular bor. 20 ta tangal. Ular to'yib bo'lmaydi, bu realni. Tushunyapsizlarmi? Ana deserter deganlari bor. Ya'ni urush bo'lganda ba'zi bir askarlar просто chiqib qochib boradi. Bu nima degani? Biz misol uchun ular bilan urushsa, ular просто chashib qilishadi bizda. Bizda ko'p askar bo'lsa ham 38 ta tushmodan 20 ta normalniy askar urushgan askar yaxshiroqda. Shuning uchun biz decrease moralni tushish kerak ekan. Shuning uchun biz iloji boricha mana 40 ta joyimiz bor o'zi. Qilsa bo'ladigan, mana shu mana askar bo'lsa bo'ladigan. O'shani iloji boricha normalniy qilishimiz kerak-da. Yaxshi askarlardan to'playmiz va keyin nima qilamiz? Keyin urushni boshlaymiz. Kimga qarshi? Buni o'ylash kerak. Qaranglar, ikkita davlat urushyapti. Hozircha aslida ko'p davlat urushyapti. Mana bu kuklar, mana bular bilan urushyapti. Bular bu bilan urushyapti. Mana mo'ga yanglar, mana siyoh rang, mana fioletoviy bilan siyoh ranglar, mana misrlilar bilan urushyapti. Men maqsadim esa kukni tanlash. Chunki o'tgan safar bu ikkinchi o'yin emas dedim. O'tgan safar o'ynaganimda kuklar kuchli bo'lib ketdi-da. O'shanda kuklar bari oxirida kuchli bo'lib chiqdi. Urshuvlik kuklar ancha kuchli bo'lib chiqdi. Shunga yarasha bo'lgan. Lekin hozir urush to'xtaganmi deyman-da, hech kim unaqa ham tuzmayapti, anoyi ham tuzmayapti. Bir gaplashib ko'ramizmi? Nima deysizlar qurol bilan? Qurol bilan gaplashib ko'rsak, olib qolar bizni. Mana bunday bitta so'raylik-da. Короче, qurolda anosiga o'tsa bo'ladi. Vassal bo'lib, misol uchun kip. Odam yo'q ekan bu yerda. Mana kip degani anoyi qurolliklar bilan uchrashish, to'rashish deganda. Kirib izaysiz, so'raydi. What you want deydi. Nima olasan deydi, jigar deydi. Sizlar aytsalar bo'ladi. Menga короче shunday qo'shin beringlar. Sizlarga ishlayman. Yoki просто vaqtga, просто xiyat qilgan keldim. Shunga o'xshagan gaplar. Keyin nima qilasizlar? Urush boshlaydi. Sizlar urushga qo'shilasizlar. Urushga qo'shilasizlar misol uchun. Katta qo'shinlarni yeysalang ko'p bo'ladi, kamroqni yeysalang kamroq. I don't think I knew you. My name is Holly. There needs to be one.
safarga urishamas ekanmiz. Kran bir asos chiqyapti deydi bilayam. Bilmadim endi. O'ylab qoldim endi. Hop. O'tgan safar qanaqa rivojlangantirganim esimda yo'q rosti. Bilmadim, urush qiluvdik, urush boshladim. Yaqinga qochib yurdim, shunga o'xshashda, lekin hozir qarorlar o'zi biz 206 yap kuniga, tushunasizlarmi? Tushunlar qilmish kerak degani bu. Unga qancha urushda o'zi bir kunga vaqt ketib qoladi. Qani bir urush qilib ko'raylik. 40 ta odam rahmat chiqishi yaxshi. Mayli, qani. Riders, charge! Horsemen, infantry mounted, infantry Arab cavalry, everyone, charge! Attack! Qo'ydim jinnimize. Yetixdim shekilli. Rahmat. Jaraymi bo'ldi faqat. Bo'lish kerakmi deyapman. Bu 200 ketsa o'zi bir kunda xonadan o'tkazadi odam. Urush boshlansa ekan, bitta tomonga sal xonlik chiqib, nar tarafdan qo'shib urush yuraverardi. Urush qilsa yordam berib, urush ham boshlanmadi shekilli. Hop. Establish Ukraine. Nimadirlar. Hanga qo'shib olamiz. Buni o'qib o'tirish ham shart emas. Chista tarafga urardim. Chunki Jurshi to'lganlar o'zguncha. Men kasallikni bekor o'qibman deyapman-da. O'chirib yubordim-da. Mana bu keyin bo'lib ketuvdi. Keyin bo'lib ketuvdi juda. O'yinlarni yengish. Hop, 418 ekan. Qani unga qancha pul berar ekan? Yaxshi. Kami 7 ming beradi. Mana bu chista gap, men qaysidir anoni Central
Undan o'g'raymi deyapman, qishloqlarda chekirib, urush qilib, nimadir qilib tashlaymi deyapman. Qaranglar, mana bu qishloqda urganini 116 yugurib keladi, nima qilyapsan? Men nima deyman keyin? Hech narsa deyman. Karvonlar chi bu yoqqa tez yuradilar. Shuning uchun urush boshlanganda zo'r fikr keldi. Bitta ko'ramiz. Qo'shilib bu yoqda jangga ko'ramiz. Qanday? Qani egallayaptilar. Kelib qo'yadi, borguncha kelib qo'ymasa, fikrda qichig'i bor. Kelamiz. Ko'p mana bu yoqqa urush qilamiz. Ko'ramiz, agar bor bo'lsa urush qilamiz, bo'ldi. So'ramasa urush qilamiz, bu yoqqa yordamga beraveramiz. Tushunyapsizlarmi? Relationship bu yoqqa olishadi-ku. Sekin sippa. Sekin bir tarafga qisib bo'lamiz. Boshlaydi ekan, yana kelib yana. Normal pul beraylik, agar yaxshi anov bo'lsak. Nima deydi? Bir yaxshi odam bo'lsami yoki omad kelib qolsa 9 minglik narsa beradi. 9 mingga taskir to'lamiz. Nima deydi? Kompaniyaga anova beramiz. Nima deydi? Boshlab yubordan uni. Bitta kompaniyaga anova bersa, karvon bersa bo'ladi. Karvon 100-200 shunday pul beradi. Короче, 0-0 chiqamiz-da. Mana bunda 0-0. 0-0-0-0-0. Juda ko'p pul yeyapti-ku. Yeb qo'yapti-ku hozir. Mana buni appa step. Mana bu bandit normallar shekilli otildi-ku. Ta buni ham kam kiryapti-da, bilmayman. Sinamiz. Sol uchun kechapti brat streamini ko'rdim. Ular qolasan-da keyin. Onasini aytdim. Qancha ham patishik bor onasini aytdim. Hali 600 dan 700 ta. Stream qilgan 5 soat. Dabba 5 soat. 3000 odam ko'rgan. Prekin 3000 odam ko'rgan. 3000 odam, tushunasizlarmi? 3000 odam 600 ta patishikka. Bu вообще красавчик anu. Sen o'ylab qolasan, bilin, men bir xato qilibman shekilli deysan o'zing. Shurs bilan ishlaganimni xatoim deb o'ylab qolaman. Lekin shurs bilan ishlamasang, unaqa yetishing qiyin-da, patishik yetishni o'zi qiyin. Oldin mana bu fizotlarda davrida aytadi, ba'zilar fizotga yoshlarni o'qisayman. Fizotlar qanday gameplay qilgan, nimaga boshqa narsa yo'q edi ko'rishga. Bas yo'q edi, chunki ular davri. Hech narsa yo'q edi, bolalar ko'rgan o'tirib, bu yangasi ekan, qiziqqan, ko'rib bizlardan hozir taqdirlanishibdi Instagram yurg'izib aytsang dalbayoblik, WhatsApp, PUBG yoki game yo'nalishida dalbayoblik. Hamma bir-biriga yuzib tashlayapti. Ya va xuya. Ya men yaxshi PUBG o'ynayman misol uchun. Shursiz zo'r o'ynayman. Tidim zo'r o'ynayman. Lekin birovga nima edi? Yig'inchalardek sen ko'rsan, bukut nima edi keyin? Ozginchadan keyin nima? Temir kut.
Temur yaxshi chiqqandan keyin senator deb mashinaga bir-biriga tashab yurishim yibban ishida. Shu o'zim o'ylab qolaman. Nima kerak bunaqa qilib bundan ko'ra mana shu ishim ham yaxshi, mashina yurganim yaxshi. Baribir bir to'xtamasdan konstantli davom etsa hamma Good narsa. to see you. Believe. Calm down now. What? Risk. I know, but in return, I will have the pleasure. You can't trust me, but you need Look, me. man, if you And go I have feel enough men you that have I enough could let men that this you could easily my slit throat my throat pretty quickly if I lead you into a trap. And I don't need to trust you. You You're are my vehicle vehicle. of revenge, It's not my not splendid. Silverstein. Nima bu? Hozir nima bo'ldi? Kim tushundi? Nima bu dalboyki oldimizga nimadirlar deb qilnafi. Bilaman, so'hbatga bizimizda endi. Qo'zg'alonga o'xshab mazmun turaverasa. O'sha gapda u bilmaydi. Bilam. Balki 69 olim. Balki kelajakda bir o'zimizga kelib qolganimizda balki biz ham yerimiz shunga o'xshagan gaplar. Nega qiyin u? Qattan qiyinroq narsa. You've finally arrived. I have a few things to say. We have to be that you. Mana bro, nima tozalalik deb iltimos qilgan ekan. Biratmi emas ekan tepadi. O'zini katta bo'lib qaraylar onasini yersi. Haqiqatan qiyinroq. Nima 200 ming so'm qoldim. To'kilib berdi. Look, we can still talk. I'll give you a pouch of silver. So talking waste of time, you are Roger's property now, right now. Nima kerak? I knew you'd come. Great Evan. Damn, brother. Nothing can stop you. I love you, brother. Meet me there later. Okay, brother, okay, continue. So I have gotten your brother back to safe. Paul is complete. I will make myself scarce now. Don't let your conscience bother you about letting me go. Eh? Well, I dare to hope, I I suppose. did have to All right, something. then. I'm not going to I'm grovel not going to to promote to you. you. So get it over with. Don't let your conscience bother you about letting me go, by the way. Endi 69 ta odam 69 ta olamiz. 69 odam yig'ilishda dezertlarni naqlaylik, agar dezertlar hal bo'lmasa mana buni boshqa ketishim kerak. Kimdir? O'n ikkita. Kurslar ko'proq ko'radi. Menimcha shu men sotganman akkauntimni, tushunyapsizlarmi? Birorta weekly game sotganman bitta downga. O'sha payt balki ba'zan ularni juda ko'p odamlar ko'rardi. Bosardi, like bosardi, podpishka bosardi. To'g'ri boshqa nationlardan bo'lsa ham ko'rardi, boshqa joylarda bo'lsa ham. Keyin u bratga sotdim. Men o'ylabman yurg'izadi o'sha payt. Yosh bolaman, pul kerak.
Pulamcha kerak emas edi lekin. Просто так bir narsa qilaman deganman, eslolmay to'g'ri. Keyin uni sotdim. Sotganimdan keyin u brat ozgincha ishlatdi, bir stream qildi. Stream ham dalboyobskuncha yaxshi o'ynamasdi u. Keyin nima bo'ldi? O'ynamadim yaxshi. Odamlar kirmadi. Keyin 1-2 yildan keyin men ham tashladim boshqa ishlar. Yana qaytib kelsam akkaunt vashi o'lik. 1-2 yildan beri narsa qo'yilmagan. Keyin qaytarib oldim uni. Keyin o'zim yurg'izdim. O'zi sal kechroq o'tdi. Akkaunt ancha narsasi yo'q bo'ldi. Aktiv yo'q bo'ldi. Tushunibsizmi? Keyin 1,5 yilda keldi akkauntini qaytarib. Qanib tasi gapirishchi. 30 ming deydi. Men ahmoqmisan? 30 ming? Bitta sertirida bilamalab o'g'lasak balki toparmiz, balki yo'q. Shunaqa gapda juda qiyin bo'lib ketdi o'sha payt. Keyin qo'yib ko'rdim, video qo'ydim, shorts qo'yib, zo'rg'a uni aktiv ko'tarib, ana qo'yaman, post qo'yapman, mana shunaqa video 1 soatlik. O'zi 10 ta odam ko'rdi. Shu videoni ham ko'rsa 10-15 kishi ko'rardi. Shu 10-15 kishi ham mana shu paytgacha, mana shu vaqtgacha ko'rishiga ishonmayman lekin. Balki kelajakda ko'rardi. Faqat ishonish kerak deyapman-ku. Ko'rmas. Degan harakat qilaman. Haq hobis. Bunga hamma narsani bog'lamaganman. Baribir o'ynayman-da. Baribir dezerterlar bor-ku, dezerter degan qo'chqin deganda. Ko'plar qo'chqinlar mana bu banditlarga qo'shib oladi. Banditlarga qo'shiladi, yurishlarni sizlar risk o'ylaydi, nimadir berdingizlar. Tushunasizlarmi? Shu tushunib banditlar qirqishmi? Nima kerak? Nima qiladi o'zini? Men bilan misol uchun, mana Taunli ham qochadi qayerdir. To'xta, bashingga seni. Bunday hech narsa yo'q shekilli deyapti. Mana buni naqib qo'yaylikdan ko'ra. 15.500. Hozir shunday tozalashsak bo'ladi menimcha. Hoppa. 16.200. 700 qaytar. Normalli. Tak. Mayta kitabanni o'sotiraman. Neden qo'yim? Netto. Netto.
Uncha anaqa qildi shekilli. Tinchlik bilan qildi shekilli. Hop. Mana bu. Sa? İşte. Şkaskalar uçmayaptı. Sen 79 tane atlaydı. Hamı tak yine o'zi bu 69 ta deserter bilan 69 askariz biz urusholmaysizda baribir. Chunki deserter degani ancha qo'shin zo'r qismi omon qolib ketadi, katta urushlarda. Qochadi. Tushunasizlarmi? Bo'ylab kirib ketadi urushga. Ular qochib ketadi. Mana bu agar kuchaysa keyin mana bu ko'proq qo'shin tutsa bo'ladi. Tutamiz ishlar qilsa bo'ladi, o'shani ko'rasizlar. Ko'rinadi o'sha payt. Qochgan deserterlar. Скорее, надо как стоит. Şeyimizin dalgalar gibi. Çok doğru. Cidden. Şu an şöyle 76 kişi bo'lgan bor maydon ishlab, lekin 60 kishiligini kuchli jangchilar ular haqiqatda urushadigan. Ko'p kavaleriya bo'lsa kerak, otlar bo'lsa kerak, shuni ko'rolmayapmiz. Ikkita katta davlat urushadi-ku. O'sha paytda mana bunaqa qishloqlarda anaqa dezertlarlarda tashqari anolar ham bor-da. Banditlar bor-ku. Banditlar endi hamma joy topiladi-da. Uyoq qoladi. O'sha yashaydi. Shunga o'xshagan narsalar esa bizga yo'q. O'sha yerda odamlar qochib ketadi-da. Bu o'yinda endi ko'rsatmaydi. Ana unda descriptionlarda yozib qo'ygan mana shunaqa joylarda. O'yindan ularda yozib qo'ygan. O'sha payt ular qochib ketadi. Qochib ketib shunaqa boshqalar talaveradi-da. Urush payti hamma har xil narsa bo'lib ketadi-ku. Hammada har xil kuch bo'lib qoladi yoki ba'zi birlar misol uchun 10 ta odamlar qochib ketib qoladi.
O'sha paytda o'sha aytgan shu luterlar bitta ikkita odam bilan qochganda yoki qishloqlar talab yuradi. Shunga o'xshagan narsa bo'ladi-da. Bular mana buni ham egalatdim. Urush qilyaptimi-yo'qmi shunga hayron bo'lyapman-da. Men mana bularga yordam beraymi deyapman. Mana bu say fioletiga. U o'zbekchasi esim kelmadi. Bu turang bo'lsa kerak-da. Qaro, tushundinglar-ku, shilli qurs bashlanasi, ya'ni shilli qursga o'xshatib birkin. Tushunmayman endi nimaga shilli qurs qo'ygan. Bitta o'shani qilib. Tushunmayman. O'shli. Kirganmiz turku nimaga sekin yuribmiz biz? Hali ham yetib olmadik demoqchiman-da. Shuni aytganim sababi pul ham yo'q bizda. Birinchidan, normal qurol-yarog'im ham yo'q. Tushunasizlarmi? Mana bu odamda, mana bu meni personajim normal qurol-yarog'i yo'q. Mana bu askarlarniki bor, no orqalarga ko'rsana desam, вот так нормально. Nima ko'rlang-ku. Bir foyjon olaylik, bir yebat nahur. Bu juda kamda. U bunaqa anon ko'rib. Hammasini boshlaymiz. Tapi boshqa cheklovsiz ham bo'ladi. Hammasini olamizda. Endi o'zingcha. Yo mana shilli qurtlar, yo bular shoklarga qarshi chiqadi. Mana bu kuk. Mana shu endi bilmayman-da. Fioletilarga ishlarda o'sha payt dingir bosib olamiz, nimadir qo'yaraman. Nega qancha pul topdingiz mana shu orqasida? Bitta qishloq tanlash qancha ekan? Нормально. Mana to'g'risi bo'ladi. Sak. Clan'da nima gap? Quest bajaring kelmayapti. Clan. Buni partiya bo'lmaydi, karavan ham yo'q hozircha. Regrouping holding. Ya biz bilan yuribdi. Mana bu bachalar qaydan kelib qo'ygan bilmayman. Kimni bolasi o'zi?
Mana uni talashda. Evet, mana bu bosh kerak. Yigirma 13 ta Lutherdan qochganda ahmoq men tarafga qarab qochgan. Tushunasizlarmi? Uy tarafga emas, men taraf. Men 77 kishi bor, endi bor ushlayman. Nimadir deydi, katta ehtimol bilan biz jangchi emasmiz deydi. Keyin nima qilaman? Men yo'q. Sigaram buncha ko'p emas. Yildan ko'ra Bak şeyde 5 kişi risk açık etti. Çünkü biz yapılamayız da bunca adam yeni çıkıyor etti. Bunca adam yeni çıkışken. Sen çoğu 15 kişi vuruşamız dedi. Ahmakları. Ahmakları. Ya 12 kişi var yani gün nima 15 kişi 20 kişi can kanalım solcu ben şey ettim. Koyulan dizertor. Kız yedi. Şarkı tamam ettik. Men o'ylayman yashil fioletiga kuchliroq a. Chunki yashilda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta dona joy bor. Shahar bor, katta shahar. A bularda 7 tacha. Bu degani bu qurollik ko'proq olib keladi o'z ko'rsatyapti. Tushunasizlarmi? Yo'q. To'plaganning ko'proq mana bunaqa jang to'plash mumkin. Hop. Mana bunga jang qilib ko'radi desam. Hashtag kutaylik-a. Va tamom nimadir qildik, ko'lichi. Ko'las hayot bo'lmaydi deb. Ko'lani cham. Voy. Ko'p shunda qayerdadir yuboradi boya. Al boya. Mana bu keltildi yubordi-da. Mana 3 ta dezertorlar bo'lsa kerak. Bir 40 kishilikmi, 30 kishilik dezertor bo'lgan zo'r bo'lardi-da. Bo'lib. Naqa bemalol bordi bo'lyapman-da. No ko'pisi yengolmaymiz. No ko'pisi yengolmaymiz. 40 kishi, 50 kishi bo'lsa ham yenga olsa kerak. Undan ko'p o'zi ko'p-ku. Give up now. You give up what's your ahmoq.
Mana bu kim ekan bu? Penas. Penas kimligini bilmaymiz, mayli. Yaxshi odamlardan shekilli yordam bergu. $305. Qo'shinam ko'p pul sarflayapsiz-da. 305 70 kishi, 6 kishi jetir kilometrdan 6 kishi chumon, 6 ta chumon o'zim hayday. Mana bu kerakmiz. Mana bu ham kerakmiz. Ta qolgani shart. Qaysidir qochib ketadi, все. Tushunmayapti, lekin nimaga urushmayapti? Nimaga? Bir kishi o'ldi. Bilmadim nimaga bir kishi o'ldi lekin. Agar biz urushmasam yana qo'shilib urushganda uchun bo'lardi. Nimaga pasayib qoldi? Nimadir kutganmi? Necha ekan bu? Anonda o'rgandim. O'rmonda yurganda ishlab qoladi-da. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi pul berdi. Yaxshi berdi. Kutaylik, yana qayerda? Bir anongamadimi? Oppa. Semlazimini minadi. Qani yugur to'lporim yugur. Tezlash. Chiqol. Tezlasha qol. Qancha bo'ldi? 42 bitta yana bir Smithga o'ynaylik-chi. Kecha kullar sotdim. Notebookda. Men kompyuter emas, men notebook ishlataman. Shtobi. Boshqa narsalardan kerak, faqat o'yin o'ynashga emas-da. Ko'cha-ko'cha yopish kerak, dasturlashtirib nima qilib qo'yarishim bor. Keyin обязательно kullar kerak. Sizlar notebookda ikkita kullar bo'ladi, gamerskida. Lekin o kullarlar so'tilmaydi. Yours is not a face I know. What is your name? If you please, stop. Sen tushunmay qoldim-da. Notebook olib gapirdim. Короче, shunday. Bizning ekranda katta pullar bo'ladi. Chiplarni sotishga. Notebook ham bo'ladi, ikkita. Ular sotadi. Lekin notebookda kichkinada, tushunasizmi, axloqsizlik qilish uchun, ya'ni sotish uchun kattaroq joy kerak. Kichkina bo'lgani uchun yana bitta notebook olish kerak. Baribir qiziydi. Tan olish kerak. Agar kimdir gaming, pulli gaming bilan qilaman desa, mana shu notebook to'liqtirish kerak bor. Chunki axloqsizlik zo'r. Boshqa tanlovim yo'q deyarli. Gaming notebook qanaqadir gaming bo'lgani bilan uni ichidagi 40 yillik bilan qo'yilgan 40 yillik katta farq bor-da. Belki 46, demak 46. Shular ichida katta farq bor. Shuning uchun aytaman-ku. Yes. Chumalab o'tishaylik. Axloqsizlikni katta farq. Filtrlaring baribir ham joyida farq bor. O'zi fizически ham farq katta-ku, ikkita narsani. Bu bilan buni farqi bor. Mana bu bo'yicha nima aytishim, mana shu GeForce RTX'lar bo'yicha 360 ta kompyuter versiyasi zo'r chiqdi. Tushunasizmi? Notebook versiyasi zo'r chiqdi. Kompyuter versiyasidan notebook versiyasi zo'r yaxshiroq chiqdi. Bilmadim nimaga.
hech narsaga qo'rqaman. O'sha eshitganimda sho'maganman birinchi. Shu jinnilik-da u. Ana narsada tushunasizlarmi? G4 bilan to'xtanglar, hozir bizni tarashadi. Reserve qilishimiz, yes. Osh degani. Ya. Siz listen. Mary Joffrey from Bannockfield. Accept. Kasulan bo'lmasa, bu kim? Cicero. Da ukasi emas. Nima deydi? Naqamas. Buni xotin emas, buni naqasi ukasini xotin. Hozir tas qulib ketishga chal qoldi. Yeti qo'lshiz olib qoldi. Nima gure shuncha puldan qolib qoldiki. To'g'rilar bir nimadir bordir. Trade qilib ko'raylik. Nimadir olib keldik-ku. 70 kishi, orqasidan 20 kishi ship bitib tushdi. O'ylam o'ldim. 90 kishiga qarshi chiqib bo'lmaydi. Ana 70 kishi ham bizdan kuchliroq. Menimcha. Bekorga bir face qilib ko'rish kerak, keyin qochib ketish qiyin bo'lib qoladi-da. Chapsan qochib ketib odam saflash kerak bo'lib qoladi. Lekin men bilan ro'j bo'ldimi? Bo'ldim, boshqa qo'shin joydim islam. Kimdi? Assalomu alaykum. Kavalera tushmoqman. Faqat kavalera bo'lsa, faqat otliq bo'lsa, shunday yaxshi bo'ladi. Urib ko'rardim-da. Qoch. Sorry. Saksa buni bemor qocha olamiz. Buni 40. Bizga 47. Mana buni kelsa 42 midi? 5ga. Demak, hozirda kavaleriya olsak, ikkitani urog'i. Bitta waiting, leave. Qochaylik. Rivoz yetkazib qola. Ko'ryapsizlar-ku. Oxirgacha bu kelmoqchiman. Yo'q, oxirgacha emas kerak. Keldi onaning makr. Yetolmaymiz be. Yetamiz-ku, to'g'rimi? Da. Ozgincha qoldi. Kim bo'ldi endi? Bo'lmi, talashib. Qayerdan kelib qoldim? Qanday yetolmadim? Shuncha yurib. To'xtay, mana qilib. So'qdim. Qilaylik debdi, zo'r fikr paydo bo'ldi. Mana bunga kir. Degan. 4-5-6 da. Bu yerdan nechta? 4-5-6-7-8 degan. Ikkitani hozir olib chiqaymiz-da. Ikkita. Faqat kavaleriya tus ko'rmoqchiman-da, tushunayapsizlarmi? Voy. Nima bo'ladi? Iprolamiz. Mana buni kam-ku. Pulkam ham qoldi. Xo'p, men bittani umar ko'rak. To'xta, men buni yeganib ko'rak. Men yerdan qochishdan o'rayman. Ash karvonda ham ko'p narsa bo'ladi-da, shunday deysizlar. Karvon qaysi taraf qochganini bilmay qoldi. Jansh taraf qochdi. Jansh taraf qochdi, keldim deb.
Ketmasin. Ashishda oldin o'tgan safar o'ynaganda qilganman bir ikki marta. Chum askarlar yig'ilgan bir 200-300 ta ketadi-da lekin askarlar. Keyin o'zimni 50-60 ta kam odam keladi-da. Riskiga kelib naq ketadi, guruza qilib ketadi. Chunki ularning o'zi ko'proqda. Bu yaxshiroq. Voy. Bular meni orqamga kelyapti. Ular askarlar kuchliroq. Menda bitta chumo odamlar. To'liq chumo odamlar. Mana bu nima kerak? Kerakmi? Yo'q. What the heck? Yig'ilib oldim. Yig'ilib oldilar. Meni tushganmas yig'ilib oldi, peki. Bular urishyapti deb o'ylabman. Bilaman. Onasini emzini surdimi bu yerda ana. To'g'ri. Чуть turmuş. Oldu. Bunu ko'raylikchi. Yengib olamiz, qaraveraylik, hammasi bizda. Yengamaymiz voy shuni voy. Now then, Oho. Aytdim-ku, jigarlar tavallud qilishdi. Anus katta, shunday deysizlar. Opam. Tamam. Qachon kerak baribir. Ana shu qolgan keyin safar kavaler o'tamiz yana. Chunki hozir o'z kavalerga tushishni qaytish kerak-da. Qaytish degani bu o'lim deganidir. Kavalerga tushishni qaytish kerak. Yo'lda ham naridan bir 70-80-90 ta tushib oladi, o'tiramiz keyin. Zertirlar biraylik. Ana nimadir bo'lgan shunaqalar 60-70 ta to'plab olib narsamiz o'tiradi. Yaxki. Necha derlik? Tur 3-0 farq. Tadimi men tutarkanmiz. Yo'q, men aytdi. Yo'q, shundan ham qo'shdimi? Ana buni ruketayli cho'ta bizda qo'shingan mana nima? Qo'shin deb pulkan. O'qiraylik. Ana o'sha ashula. Ana relationship increase degan joy ko'rilgan. Ashna aytdim, nima? 77 ta bo'lsa ham bizdan kuchli bo'lishlar, chunki kim o'tadi? 77 ta chumosiyalar, bizda kuchli. Ashna farqlar. Hozir hammasini olamiz, keyin ana raqamni to'plashimiz. Astekin-ku. Prosta hozir olmasam mana ular ko'p tushib ketadi. Mana bu prisoner bor-ku. Prisonerlar 3-4 ta qolib tursa, farzand o'shalarni prisonerlar 50 ta qoldi. O'zi 69 edi. Qoch og'zinggacha, qoch bor kuchim bilan qoch. Qochamiz. Ahmoq, kulib kelyapti shaqacha. Maladeslar. Qancha ekan? Umumiy qilamabmiz. Abone sotoraylik.
Chiq. Ana unda Gektor deb baqirib turadi. O'shanga o'xshab chiqma. 100 ta odam bilan kelib olgan down. Mana bu kelamiz. Kelamiz. Nechtasi kir? Sekin buraya kavalyat tushib kelamiz. 25 minut, 25 minut bor. Kamonchilar ham ovozli bo'ladi. Urush boshlanib qolsa, qulaylik nima qilib ko'ruvchi. Sen mening maqsadim mana bu tarafda urish nimagadir. Chunki bu kuchli. Iqtisodiy jihatdan kuchli. Mana ikkita daraxtni qisib qo'ydik. Bu yerda qisdi, mana yoqdan bitta qisib oldi. Qarabsizlarki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitta shahar bor. Ruslan shaharam shuni bizlar normal pul keltiradi-da. Foydacha bor demoqchiman. O'qilish ham, chiqish ham. Shuncha urishyapti yaqinda. Hozir bularga ishonib, men ko'klarni urishib ketsam, mana bu taraf polni menga hech bo'lib qoladi. Shu kuchamiz ozgincha agar haqiqatdan orqaga turishmoqchi bo'lsa, tava urushaylik deyman. Gaplashib ko'ramizmi, xon xizmatiga o'tamizmi deb bitta gaplashib ko'rayda. Odam bormi, hech kim yo'q bu yerda. Anaqa borayda. Dezertlarni olaylik. Tirik olamisan dedi. Tirik olamisan biz dedi. Mana u bemalol onasini o'zi bemalol mana 50 ta askarga qarshi 19 ta askarga taslim bo'lardim. Logishda-da baribir. Buni mening jamniki kamda, 3 ekan, 3 lekin. Alhamdulillah. Qabulingizga rahmat. Qanday ko'rayotganmisan? Yetadi menimcha. Normal kavaleriyam ham bor. Endi shunga pul topib tursa, lekin 300 minusdamiz. 300 umumiylik bironta qilishlar kerak 80 pils bersa ham yaxshi edi. Şeyci. Böyle bir şey belki fan mayla diyorsun. Sıkıntı. Well, now.
Peace to you, stranger. Katta yo'q. Hamanda topib urishib, mana Kuturo mablardan o'zini topib urishib, masdan просто tinchlik qilish yoki borasizlar mana yoqqa approach qilasizlar, hech kim yo'q ekan. Well, now, strange. bo'lsa kerak. Ishga qol shekilli. Ikkita. Sport o'tibdi. Biz kerak-da. Degan qanday? 6. Oldim kundir partiyani. Total income qanaqa ketdi bilgin? Qo'rqtiribman, tepada 90 kishilik bosib uradi. Aytdim-a. Aytdim-a. Who are you? Answer quick.
Nima bo'lsa kerak? Birontani o'ziga kirishga. Da. Bo'lsa kerak endi bir jang chiqibmi, sarkarda chiqibmi, chumocha. Chumocha debman. Odam chiqibmi? Endi nima ham deysizlar, to'tilgan nima bo'ldi? Qancha pul qilyapti? Nimaga nol bilan? Ya vahuya. 350. Bilmam. Nima qilish kerak bular? Gaplashib pul beradi misol uchun. It's been a Our kingdom is not at work. We have no use for mercenaries. Tushunamiz aka. Madam. Jinniga o'xshab o'zim tushunmadim lekin. Bek. Sotaylikchi nimadir qolar. Okay. Okay. İşte degan. Aksarını keltirib, 200 işte degan. 87 ming. 200 minusda degani bilaman lekin. Bilaman. 2 minusdan men uni kamaytirib yuboraymi debdim. Kanonlardan shular umidda. Shunga bir nima so'rab ko'ray. Balki o'qlar. See. Who are you? It's something I would like to discuss. Voy, biznikini ichida. Hop. Sen kun ne derkan bu? Ko'rib to'ladingmi shuncha pul? There is something I have been campaigning of this year, and I have not been able to my access collecting to rent there to me, and the taxes are owned to children. I need some help of collecting this revenues. Maybe I can have. Mana? Ishlatib turibman. Tam bir ikki minutda mumkin. Shekilli atrofdagi to'g'rimi? O'sha ekan, kollektivni. Kan o'zi shuncha minus qiluvdi kim bilan.
Foyda keltirsan nahri ne kerak bizga? We kept the village have gone on painting and starting get Mertens. He says that if you cannot help him out with similar sum of money to pay them while collecting revenue from rest of the village, he cannot guarantee that things will go peacefully. Aytyapti ba'zi birlar ustida biz nimaga beramiz deganda iye sen peaceful bo'lmaydi deyapmiz. Biz pul to'lashimiz kerak. Ruslan qashshol dedim. O'ylab xuddi ular aytdi mayli deyishdi. O'zimdan nimani deyapsiz? Ahmoq. Mana qoldi. Ehtimol bilan ta. Urush boshladi. Bilmayapman qayerga bilan. Hozircha rekrut kerak emas. Qayerga bo'lmasa. Mana bu yoqmikan? Bo'lishi mumkin-da. Hal chut adashibdi-da. 203 Shoniylar birontasi bilan urush qilib katta Plutonga ketadi. Shoniylar bir normal pul olib. Mana bu hozir o'ylab ko'ryapman-da. Yana boraman hozir. So'rayman, qo'shilsam bo'ladimi deb. Yo'q desa, ana ko'ramiz. Aydan mentorshipda ham kuchim yetadigan nima bunaqa yana. As you when were collected the tax that Hitman shouted out that across the field there is outbreak that flags in a village. He warns you for your own good to stay away. Bu aytadi bir yashiryapti dedi. Yashirdi. Sen bundan uzoqroq tur deganday bo'pti. Keyin ana Hitman aytayapti, qo'shilmayman degan. So'raganlarda aytdi qo'shilmayman dedi. Sizga aytdim, ishlab hammasini tashlaydi. Kerak emas bizga. Urush boshladim mana shu yerda. Ha? It's been a while. Tingle ishlamam-ku. Ularda
O'xshagan o'xshaydi, ну qizil ham normal. Karavan nima bo'ldi? Tum. Tam nol. Ya vaqt qo'yma. Oi, sorry. Chibaydi. O'ttiz pul ishlayapti aka. Ishlaydi. Ozgincha pul to'plab bitta karavandan qo'rsam zo'r bo'ladi. 10 ming to'plasam bersa kerak. Narsa bermaydi. Mingga ham bermayapti, apriki. 1000 bersa mayli edi. Yaxshi. Ishlabdi, menimcha. Ishlayotgan bo'lsa uzr, mikrofonlarni normalni nastroyga qilinmadim. Bir normalni birini ustida.
been a while. Agar o'tganda o'shani bosib urardik. Endi bilmadim. Balki yetar, balki yetmas to'g'rimi? Oh. Who are you and what do you want? Yeah? You want... Yes? You... Who are you? And what? Chiplar shuncha pastmi? Meni so'm bo'lishi kerak dedim, yo'q 10 bo'lishi kerak. Shunga o'ylayapman-da. Agar 10 bo'lsa, menimcha 10 meniki. Meni so'm bo'lsa, bilmam qanday kamaytirish kerak uni. Urush bo'lmayapti hozirchalik. Urush bo'lmayapti. I don't know you.
Evelyn, uyuyor. Uyuyor. Chat to'xtatamiz. To'qqiz o'chirib qo'ygan juda yomon bo'ldi-da. Tushunmadim, nimaga ular bunday qildi. Ana 25 dan bekor berdimmi? Bilmadim onasini. Ketib qoldim o'sha yoqqa qarab. To'g'risi tushunarsiz bo'lib qoldi mana shu narsa. Lekin qolgani yaxshi bo'ldi menimcha. Deb qolmasdan solib ko'rak qancha ekan. Well,
Karar oldi. Yuz keldi. 720. Son olib qolganda. Tushunarli. Hali ham urishdami ular? Yo'q, bu yoq. Foyda değil. Mümkün. Ko'pjonim xato qildim mikrofonda. Keyinroq yana to'g'rilarman, bir amallayman. Ko'rganlar uchun rahmat oxirigacha.